Kel hammasini boshidan qarab chiqamiz. Sen 2006-yil debyut qilding Mundialda, Jahon chempionatida. Va unga 4-o'rinni egallading. Bu yomon natija emasdi. Keyin 2010-yil keldi. 2010-yil men seni kuzatishda boshlaganman. Bundan oldingi kuzatishni ham boshlaganman. Bizda Jillupa televizor bo'lardi. Buni yoshi kattalar yaxshi biladi. Va eng qizig'i unda yoshlar bilan O'zbekiston berilardi. Sport telekanali olib bermasdi, gohida olib berardi, gohida olib bermasdi. Shuning uchun men seni o'yinlaringni ko'rmaganman. Men faqat finalda ko'ra olganman. O'shanda Ispaniya g'alaba qozongan. 2014-yil men seni o'yiningni ko'rishni boshlaganman televizordan. Va o'shanda birinchi tur omadsiz ketgan va sen guruhda qolib ketding. Germaniyaga birinchi 4-0 ga yutqazish va o'shanda Messi jahon chempionati finaligacha chiqqani. Bu senga juda katta bosim yuklagan, alam qilgan bo'lishi mumkin. Va oxirida Germaniya jahon chempioni bo'ldi. 2018-yil men esimni yaxshi tanidim, seni ham yaxshi tanidim va sen 2018-yilda Ispaniya bilan o'sha urilgan 3 ta gol, hat-trick va Eronga urilmagan gol va eng alamlisi Urugvaydan chiqib ketdilar. Menga alam qilgan joyi o'sha yerda bo'ldi. Bundan-da yuqori natijaga chiqishlari mumkin edi, lekin chiqa olmadilar. Xo'p, undan keyin 2022-yil unda ham yomon boshlanmadi. Menga eng alamlisi Marokashdan yutqazib chiqib ketish. Marokash qandaydir bir sizlarni yutadigan jamoadek ko'rinmagan. Va eng so'nggi mundial 2026-yil Ispaniyaga yutqazib chiqishi. Va men o'ylagandim, mana shu finalga chiqadi, mana shu yil finalga chiqadi va kubokni oladi deb turib. Chunki tarkiblar ham ajoyib edi va jamoadoshlaring senga yordam bermadi. Sen men uchun eng yomoni bo'lib qoldingmi? Yo'q. Sen har doim men uchun eng zo'risan va seni zo'rligini isbotlash uchun bu kubok kerak emas. Agar kimdir mendan mabodo qayergadir so'rab qolsa, sen uchun birinchi raqam futbolchi kim desa, men doimo Ronaldo deb javob beraman va sen tarixga kirib bo'lding. Tarix yozishda davom etmayapsan. Sen tarix bo'lib bo'lding. Sen tirik tarixsan. Hammasi uchun rahmat senga. Balkim kelajakda ko'rishib qolishimiz mumkin. O'shanda senga rahmat aytaman hammasi uchun. Balkim bo'lmasligi uchun. Lekin sen unutma, seni dunyo tanladi. Sen dunyo uchun eng tarixdagi eng zo'rlardansan. Buni hattoki Messichilar ham tan olishi mumkin. Messi zo'r deb tan olishi mumkin. Lekin senga barcha muxlislik qiladi. Sen shunday insonsanki, senga faqat muxlislik qilsa bo'ladi yoki dushmanlik qilsa bo'ladi. Befarq bo'lib bo'lmaydi. Cristiano, hammasi uchun rahmat.